hozir sevgan odamga sevgan odamga yaqinman. Farzandim Abdurazakov Umarxo'ja hozir 4,5 yosh bo'ldi. 1 yosh 3 oyligida, bundan 3 yil oldin farzandimda Covid karantin paytida aftoz nekroz stomatit holati kuzatildi. Bu stomatit yaralari chuqur yaralarga aylanib ketib, ahvoli og'ir, reanimatsiyada yotgan. Prezidentimiz tomonidan tashkil qilingan bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondiga murojaat qildik, tibbiy xulosalarni topshirdik. Ular bizga shu farzandimni davolay oladigan doktorlarni topib berishdi va shu fond yordami bilan Istanbul shahriga borib, bosqichma-bosqich operatsiyalarni o'tkazdik. Prezidentimizga, bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi rahbariyatiga, Marat Fatixovich, Barno Erkinovnaga o'zimni katta minnatdorchiligimni bildiraman. Oilamiz nomidan sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zbekiston Respublikasi vatanni hamma xizmatga oyoq hammani yaxshi hammani kuzatib, mani